Bugun men pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pullarni yo'qotmaslik uchun 1 iyulgacha nimalarni tekshirish, qayerga murojaat qilish va qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak. Bu ma'lumot faqat bitta toifadagi odamga emas, pensiya olayotgan har bir fuqaro, ularning farzandlari, nevaralari va yaqinlariga ham tegishli. Chunki ko'p holatda pensionerning o'zi bunday o'zgarishlardan vaqtida xabar topmaydi. Keyin esa bir necha oy pulni kam oladi yoki to'lov kechikadi. Men sizga masalan oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim joyi shundaki. Ayrim pensionerlar menda hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin hujjat, bank kartasi, yashash manzili, ish staji yoki nafaqa turi bo'yicha kichik xato sabab puldan ayrilib qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar sizga va yaqinlaringizga real foyda beradi. Avval ko'p ishlar eski tartibda yurardi. Pensioner pensiyasini pochta orqali olardi yoki bank kartasiga tushardi. Hujjatlar bir marta topshirilgan bo'lsa, odam yillar davomida ortiqcha tekshiruv qilmasdan pensiya olib yuraverardi. Kimdir yashash joyini almashtirsa ham, kimdir kartasini yangilamasa ham, kimdir pasporti yoki ID kartasi bo'yicha ma'lumotlarni o'zgartirsa ham, ko'pincha muammo darrov bilinmasdi. Ba'zan tizim eski ma'lumot bilan ishlashda davom etardi. Pensioner esa pulingiz tushmagan degan xabarni faqat keyin eshitardi. Hozir esa davlat to'lovlari, bank ma'lumotlari, shaxsiy identifikatsiya, yashash manzili, pensiya ishi va elektron bazalar bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulaylik beradi. Ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi, pul tezroq tushadi, ko'p ma'lumot avtomatik tekshiriladi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar sizning ma'lumotingiz bazada noto'g'ri bo'lsa, bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa, telefon raqamingiz eskirgan bo'lsa yoki pensiya ishida kamchilik bo'lsa, tizim to'lovni vaqtincha ushlab qolishi, qayta tekshiruv talab qilishi yoki sizga tegishli qo'shimcha pul hisoblanmay qolishi mumkin. Shuning uchun 1 iyulgacha qilinadigan ishlar oddiy rasmiyatchilik emas. Bu o'z pulingizni, o'z haqingizni himoya qilish masalasi. Men ko'p pensionerlarda uchraydigan holatni ko'raman. Odam 1 ming yoki 2 ming so'm kam tushganini sezadi, lekin shunaqa bo'lsa kerak deb yuraveradi. Aslida esa sabab hujjatda bo'lishi mumkin. Ish staji noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Nafaqa turi o'z vaqtida qayta ko'rilmagan bo'lishi mumkin. Har oy ozgina farq bo'lsa ham, 1 yilga ko'paytirsangiz katta pul chiqadi. Birinchi navbatda men har bir pensionerga o'z pensiya to'lovi qayerdan va qanday tushayotganini aniq bilib olishni maslahat beraman. Siz pulni bank kartasiga olyapsizmi, pochta orqali olyapsizmi, ishonchnoma orqali boshqa odam olyaptimi? Yoki yaqinda usulni almashtirganmisiz? Shularning hammasi muhim. Chunki to'lov usuli o'zgarganda yoki kartaning muddati tugaganda pensiya bir necha kunga kechikishi mumkin. Ayrim hollarda pul qaytib ketmaydi, lekin siz uni vaqtida ishlata olmaysiz. Pensioner uchun esa har bir kun muhim. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, qarz yoki oila xarajatlari bor. Masalan, bir pensionerning kartasi iyun oyida tugaydi. U esa kartadagi sanaga e'tibor bermagan. Pensiya odatdagidek tushishi kerak bo'lgan kuni pul kelmaydi. Banka bo'lsa, kartangiz muddati tugagan, yangisini ochish kerak deyishadi. Yangi karta chiqarilishi, tizimga bog'lanishi, rekvizitlar yangilanishi vaqt oladi. Natijada odam pulini kech oladi. Bu yerda pul butunlay yo'qolmasligi mumkin, lekin kechikishning o'zi katta muammo. Shuning uchun 1 iyulgacha bank kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar karta muddati yaqinlashgan bo'lsa, kutib o'tirmang, bankka borib yangilang. Ikkinchi muhim narsa shaxsiy ma'lumotlar. Pasportdan ID kartaga o'tgan bo'lsangiz, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHSH raqami, yashash manzili, telefon raqami kabi ma'lumotlar to'g'ri kiritilgan bo'lishi kerak. Kichkina xato ham muammo chiqaradi. Masalan, bazada sizning ismingiz muhabbat o'rniga muhabbat deb yozilgan yoki tug'ilgan sanada bitta raqam noto'g'ri. Oddiy odam buni mayda xato deb o'ylaydi, lekin elektron tizim uchun bu boshqa ma'lumot bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya bo'limida yoki davlat xizmatlari orqali o'z ma'lumotlaringiz mosligini tekshirdirish foydali. Uchinchi masala yashash manzili. Ko'p pensionerlar farzandinikiga ko'chib ketadi, lekin rasmiy manzilini o'zgartirmaydi. Kimdir viloyatdan Toshkentga keladi, kimdir bir tumandan boshqa tumanga o'tadi. Agar pensiya ishi eski joyda qolib ketsa, xatlar, chaqiruvlar
tekshiruv yoki to'lov bilan bog'liq ma'lumotlar sizga yetib kelmasligi mumkin. Keyin siz menga hech kim aytmadi deysiz. Lekin ba'zida xabar eski manzilga yuborilgan bo'ladi. Shu sababli yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, buni albatta rasmiylashtiring. Men eng avvalo yoshi katta, hujjatlarni o'zi yuritishi qiyin bo'lgan pensionerlarning farzandlariga murojaat qilaman. Ota-onangiz hammasi yaxshi desa ham bir marta birga borib tekshirib keling. Chunki ular ko'pincha bank xabarlarini o'qimaydi. SMS kelgan bo'lsa ham tushunmaydi. Telefon raqam boshqa odam nomida bo'lishi mumkin. Ba'zida pensionerning kartasi farzandida turadi, pul tushganda farzandi olib beradi. Bu ham xavfli holat. Chunki karta egasining o'zi bankdagi o'zgarishdan bexabar qoladi. Ikkinchi toifa, ish staji bo'yicha pensiya olayotgan, lekin mehnat daftarchasida yoki arxiv hujjatlarda noaniqlik bo'lgan odamlar. Masalan, siz 35 yil ishlaganman deb bilasiz, lekin pensiya hisobida 31 yil qabul qilingan bo'lishi mumkin. Farq atigi 4 yil deysiz. Lekin pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar har oy degan 1000 so'm kam olayotgan bo'lsangiz, 12 oyda 906 ming so'm bo'ladi. Agar bu xato bir necha yil davom etsa, millionlab so'm farq paydo bo'ladi. Shuning uchun ish staji oylik ma'lumotlari arxivdan olingan tasdiqlarni bir marta qayta ko'rib chiqish kerak. Uchinchi toifa, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladiganlar. Bu to'lovlarda ko'pincha muddat, tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, qaramog'idagi shaxslar haqidagi hujjatlar muhim bo'ladi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi olayotgan talaba o'qishini davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumotnomani vaqtida bermasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Yoki nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rik muddati o'tib ketsa, tizim avtomatik ravishda to'lovni vaqtincha to'xtatish ehtimoli bor. Shuning uchun muddatlarga beparvo bo'lmang. 4-toifa. Xorijga vaqtincha ketgan yoki chet eldan qaytgan pensionerlar. Agar odam uzoq muddat mamlakatdan tashqarida bo'lsa, pensiya to'lovi, yashash holati, bank operatsiyalari bo'yicha qo'shimcha tekshiruvlar bo'lishi mumkin. Ayrim pensionerlar mening kartam bor, pul tushaveradi deb o'ylaydi. Lekin bank kartasi bloklanishi, telefon raqam ishlamay qolishi, ishonchnoma muddati tugashi yoki pensiya bo'limi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Agar siz yoki yaqinlaringiz chet elda bo'lsa, 1 iyulgacha pensiya bo'limi bilan bog'lanib, aynan sizning holatingizda qanday talab borligini aniqlab oling. Agar sizning bank kartangiz faol bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, pasport yoki ID ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, pensiya har oy bir xil va vaqtida tushayotgan bo'lsa, sizda katta xavotirga sabab yo'q. Lekin baribir men umuman hech narsa qilmang demayman. Chunki tekshirish uchun ko'p vaqt ketmaydi. Bank ilovasidan karta muddatini ko'ring, SMS xabarlar kelayotganini tekshiring, pensiya miqdorini oldingi oy bilan solishtiring. Agar farq bo'lsa, sababini so'rang. Masalan, siz har oy 1 million 200 ming so'm olayotgan bo'lsangiz, iyun oyida 1 million 20 ming tushdi. Ayrimlar balki shunaqa bo'lgandir deb o'tib ketadi. Men esa bunday qilmaslikni maslahat beraman. Darhol bankdan to'lov tafsilotini oling, pensiya bo'limidan hisob kitobini so'rang. Chunki kam tushgan pul keyin avtomatik qaytadi deb kafolat yo'q. Ba'zan siz ariza yozishingiz, hujjat ko'rsatishingiz yoki xato rasmiy tuzatishingiz kerak bo'ladi. Birinchi misol, 18 yoshli ota pensiyasini bank kartasiga oladi. Kartaning muddati dil o'qtilera 24 deb yozilgan. U bu raqamni tushunmaydi. Hali ishlayapti-ku deb yuradi. Yo'lga kelib karta ishlamaydi. Pensiya tushgan bo'lsa ham naq qila olmaydi. Banka boradi, navbat kutadi, yangi karta chiqaradi. Agar u buni iyun oyida qilganda birorta ham muammo bo'lmasdi. Demak, oddiy tekshiruv odamni ortiqcha asab, yo'l xarajati va kechikishdan saqlaydi. Ikkinchi misol, bir ayol 30 yildan ortiq maktabda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda ayrim yillari arxidan topilmagani uchun staj to'liq kiritilmagan. U yillar davomida kamroq pensiya olib yurgan. Keyin farzandi hujjatlarni qayta yig'ib, eski ish joyidan, arxivdan, buyruq nusxalardan ma'lumot olib kelgan. Natijada pensiya qayta hisoblangan. Bu yerda savol tug'iladi, nega buni oldin qilmagan? Sababi ko'pchilik pensiya tayinlandi, endi o'zgarmaydi deb o'ylaydi aslida. Agar sizda qo'shimcha hujjat topilsa, ayrim holatlarda qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Uchinchi misol, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi olayotgan oila bor. Farzand kollej yoki universitetda o'qiydi. O'qish davom etayotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan.
To'lov to'xtagandan keyin ular yugurib yurishadi. Bu muammoning oldini olish oson edi. O'quv yiliga oid ma'lumotnomani oldindan olib, pensiya bo'limiga topshirish kerak edi. Muddatli to'lovlarda eng katta xato o'zi biladi deb o'tirish. 4-misol, pensioner ayol qizining uyiga ko'chib o'tgan, lekin rasmiy manzili eski uyda qolgan. Pensiya bo'limidan qandaydir ma'lumot so'ralgan, xabar eski manzilga ketgan. Ayol buni bilmagan. Keyin to'lovda kechikish bo'lgan. U men hech narsa eshitmadim deydi. Lekin rasmiy tizimda mas'uliyat baribir fuqaroning o'ziga ham tushadi. Manzil o'zgargan bo'lsa, albatta yangilash kerak. Birinchi nozik jihat. Hamma pensioner bir xil vaziyatda emas. Yoshga do'ri pensiya olayotgan odam bilan nogironlik pensiyasi olayotgan odamning hujjat talabi farq qilishi mumkin. Ish staji bo'yicha muammo bo'lgan odam bilan faqat karta muddati tugayotgan odamning vazifasi ham boshqa. Shuning uchun qo'shningizga nima deyilgan bo'lsa, bu sizga ham aynan shunday degani emas. Men har doim shaxsiy holat bo'yicha tekshirtirishni maslahat beraman. Ikkinchi nozik jihat, bank kartasi boshqa, pensiya hujjati boshqa. Karta yangilangani pensiya ishi to'g'ri degani emas. Aksincha, pensiya bo'limida hammasi joyida bo'lsa ham, bank kartangiz bloklangan bo'lsa, puldan foydalana olmaysiz. Shu sababli tekshiruv ikki tomondan bo'lishi kerak. Bank va pensiya bo'limi. Bankdan karta muddati, hisob raqam faolligi, SMS xabarnoma va blok holatini so'rang. Pensiya bo'limidan esa pensiya turi, miqdori qayta hisoblashga asos bor yo'qligi, hujjatlarda kamchilik bor yo'qligini aniqlang. 3-nozik jihat, ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar kasal bo'lgani, yurish qiyin bo'lgani yoki chetda yashagani uchun pensiyasini boshqa odam orqali oldiradi. Bunda ishonchnomaning muddati juda muhim. Muddati tugagan bo'lsa, to'lov berilmasligi mumkin. Bundan tashqari, pensionerning roziligi, hujjatlarning to'g'riligi va bank talablari ham tekshiriladi. Men bunday holatda hujjatni oxirgi kunga qoldirmaslikni qat'iy tavsiya qilaman. 4-nozik jihat. Ortiqcha to'langan pul qaytarilishi mumkin. Ba'zan odam davlat menga pul tushirdi, demak meniki deb o'ylaydi. Lekin agar keyin aniqlansa, masalan, hujjat muddati tugagan bo'lsa, noto'g'ri ma'lumot berilgan bo'lsa yoki to'lov uchun asos yo'qolgan bo'lsa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu esa pensioner uchun og'ir bo'ladi. Shuning uchun faqat kam tushishdan emas, noto'g'ri ortiqcha tushishdan ham ehtiyot bo'lish kerak. 5-nozik jihat, og'zaki gapga ishonib qolmang. Birov aytdi, mahallada shunday deyishdi. Qo'shnim shunday qilgan ekan degan ma'lumot bilan ish tutmang. Sizning asosiy manbangiz rasmiy tashkilot bo'lishi kerak. Pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi, bank filiallari va rasmiy aloqa kanallari. Agar biror xodim sizga muhim gap aytsa, iloji bo'lsa, ariza raqamini, murojaat sanasini qabul qilgan bo'limni yozib oling. Keyin muammo chiqsa, sizda dalil bo'ladi. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSHR ma'lumoti, pensiya guvohnomasi bo'lsa u, bank kartasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma bo'lsa, uning asl nusxasi. Hamma pensionerga ham bu hujjatlarning barchasi kerak emas, lekin sizga tegishlisini oldindan tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning old tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Agar muddat iyul yoki yaqin oyda tugasa, bankka boring. Bank xodimidan kartani yangilash, hisob raqam o'zgarsa pensiya to'lovi bilan bog'liq muammo bo'lmasligini so'rang. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankdagi raqamni ham yangilang. SMS kelmasa, siz pul tushgan-tushmaganini bilmay qolasiz. 3-qadam, pensiya miqdorini solishtiring. Oxirgi 3 oyda qancha pul tushganini yozib chiqing. Masalan, aprel oyida 1.370 ming, may oyida 1.320 ming, iyunda 1.2 ming tushgan bo'lsa, farq bor. Bu farqning sababini bilmasdan qoldirmang. Bankdan ko'chirma oling yoki ilovadan qarang. Keyin pensiya bo'limiga borib, mening pensiyam qaysi asosda hisoblangan, nima uchun farq bo'lgan, qayta hisoblashga asos bormi deb so'rang. 4-qadam, pensiya ishingizdagi ma'lumotlarni tekshirtiring. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Navbat bo'lishi mumkin, shuning uchun ertaroq boring. Agar o'zingiz bora olmasangiz, yaqin qarindoshingiz bilan maslahat qiling. Lekin shaxsiy ma'lumotlar himoyalanishini unutmang. Kerak bo'lsa,
qonuniy vakillik yoki ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Xodimdan ish staji, oylik ma'lumotlari, pensiya turi va qayta hisoblash imkoniyatini tushuntirib berishni so'rang. 5-qadam, arxiv hujjatlarini izlang. Agar siz ilgari zavodda, kolxozda, maktabda, shifoxonada, tashkilotda ishlagan bo'lsangiz va mehnat daftarchangizda ayrim yozuvlar noaniq bo'lsa, arxivdan tasdiq olish kerak bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa eski yillarda ishlaganlar uchun muhim. Korxona tugatilgan bo'lsa ham, uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda ish joyi nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, eski manzil yoki tashkilotga oid ma'lumotlarni yozing. Qanchalik aniq yozsangiz, topish shunchalik oson bo'ladi. 6-qadam, muddatli hujjatlarni yangilang. Nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rik sanasini tekshiring. Boquvchisini yo'qotganlik to'lovi olayotgan farzand o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Ishonchnoma muddati tugayotgan bo'lsa, notariusga oldindan boring. Hujjat muddati 1 iyuldan keyin tugaydi deb beparvo bo'lmang. Chunki ayrim jarayonlar bir kunda bitmasligi mumkin. 7-qadam, yozma murojaat qiling. Agar siz pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, faqat og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, masalaning mazmuni va talabingiz aniq bo'lsin. Pensiyamni qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Ish stajim bo'yicha qo'shimcha hujjatlarni hisobga olishingizni so'rayman. To'lovdagi kamayish sababini yozma tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. 8-qadam. Telefoningizni va aloqa ma'lumotlaringizni tartibga keltiring. Ko'p odamlar buni ahamiyatsiz deb biladi. Aslida bank ham, davlat xizmatlari ham, ayrim tizimlar ham SMS orqali xabar yuboradi. Agar raqam eskirgan bo'lsa, boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa yoki umuman o'chirilgan bo'lsa, muhim xabar sizga yetib kelmaydi. Men har bir pensionerning yaqinlariga shuni maslahat beraman. Ota-onangizning telefon raqami o'z nomida bo'lsa yaxshi, bo'lmasa ham hech bo'lmaganda doim ishlaydigan raqam tizimlarda ko'rsatilgan bo'lsin. Eng katta xavf firibgarlik. Pensionerlarga kartangiz bloklanadi, pensiyangiz to'xtaydi. 1 iyulgacha pul o'tkazing, kodni ayting. Yordam beramiz deb qo'ng'iroq qiladiganlar bo'lishi mumkin. Hech qachon telefon orqali karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, PIN kod yoki bank ilovasi parolini aytmang. Rasmiy xodimlar sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Yana bir xato hujjatni oxirgi kunga qoldirish. 30 kuni hamma yuguradi, navbat ko'payadi, xodimlar band bo'ladi. Arxiv javobi ulgurmasligi mumkin. Agar siz bugun tekshirsangiz, xato topilsa ham tuzatishga vaqt bo'ladi. Oxirgi kunda esa faqat asabiylashasiz. Yana bir muhim jihat, pulni faqat kartadan yechib olish emas. Hisob kitobni ham bilish kerak. Pensioner menga falon summa tushdi deb biladi, lekin u summa nimadan iboratligini bilmaydi. Asosiy pensiya qancha, qo'shimcha to'lov bormi? Kompensatsiya bormi, ushlab qolish bormi? Qarzdorlik bormi? Shularni bilish kerak. Agar siz hisob kitobni tushunsangiz, xatoni tezroq sezasiz. Men bugun sizga iyulgacha pensionerlar nimalarga ulgurishi kerakligini batafsil tushuntirdim. Eng asosiy ishlar: bank kartasini tekshirish, shaxsiy ma'lumotlarni yangilash, yashash manzilini to'g'rilash, pensiya miqdorini solishtirish, ish staji va hujjatlarni qayta ko'rib chiqish, muddatli ma'lumotnomalarni vaqtida topshirish va shubhali qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'lish. Bularning har biri oddiy ko'rinadi, lekin aynan shu mayda narsalar pensionerning pulini saqlab qoladi. Mening maslahatlarimdan eng muhimini eslab qoling. Pul tushmay qolganidan keyin yugurgandan ko'ra 1 iyulgacha bir marta oldindan tekshirib qo'ygan yaxshi. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugun hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Agar ota-onangiz, bobo-buvingiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Ular ko'pincha so'rashga uyaladi yoki nima qilishni bilmaydi. Lekin sizning 1 soat vaqtingiz ularni katta muammolardan saqlab qolishi mumkin. Izohlarda yozing. Sizda pensiya to'lovi, karta muddati, ish staji yoki hujjatlar bo'yicha muammo bo'lganmi? Qaysi viloyat yoki tumanda qanday tajriba bo'ldi? Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring.